Hürmetli vatandaşımızın devamını devamlaştırımız. Beijing radikal bölgünçilerinin Şangang'ı kanun bilen başkuruşku buzgunçılık kılışığı yol koyulmaydı dedi mavzulu haber. 2. ayının 15. günü Amerika avazının Xitay Til programması ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Beijing hükümetinin Şangang'da turuşluq vekili bir hafta burun Şangang'da yüz bergen zorvallık hareketi radikal bölgünçilerinin Şangang'da kanun bilen başkuruşka buzgunçılık kılışıdır, dep görsetdi. 2. ayının 8. günü düştüğün gün Şangang Wangzhou koçusida zor külemlik zorvallık namayışı partılıp namayışçılar saqçılağa taş kesak etip iki tarafning zo'ravonlik to'qinishi 2. ayının 9. günü saherde yok ko'rib alligi ko'tarildi. Atrapdagi yanadigan axlat chabo ve moddiy buyumlarga o't qo'yib ko'ydirildi. Saqchilar 60 nafardan ortiq namoyishchini qo'lga oldi. 37 nafar kishi 2. ayının 11. günü sotqa topshirildi. Sotlanğandan keyin ko'raga qo'yib berishga ma'qul bo'ldi. 2. ayının 8. günü doirlar Wangzhou ko'chasida o'pigarlarning yoymisini tazalash hareketi elib borganda Şangang Vatandaş Demokratiya Frontining a'zolari saqchilarning zo'ravonligini cheklashni chaqiriq qilib qo'zg'algan namoyish yuqorqi voqealarga sabab bo'ldi. Cumhur Merkezi Hükümeti Şangang'da turuşluq alaka bağlaş ornunun müdürü Zhang Xiaoming yakshanba günü tunji qitim zo'ravonlik hareketiga ochiq baho berib, o'zi zo'ravon deb qaragan kishilarning bemalol urib chiqishi radikal bölgünçü unsurlarning zo'ravonlik qilishdan iborat terrorist xohishni yolluq zo'ravonlik deydigan nazariy qarashlarni tanqid qildi. Bu Zhang Xiaoming o'zining ko'z qarashi bo'yicha Şangang'daki namoyishchilarni tanqid qilyapti. U kishi Zhang Xiaoming Beijingning Şangang bilan aloqa bog'lash, Şangang turishliq aloqa bog'lash komitetining mudiri. Zhang Xiaoming bunda ko'rsatdi. Şangang xalqi xotirjamlikni, inoq muqimlikni, Şangangda qalaymaqanchilik bo'lmaslikni umid qiladiganligiga ishonamiz. Bu nuqtada bizden ortak dönüşümüz var. 130 nafar kishi bu qatimqi zo'ravonlik bilan yuz bergan to'qinishda yordar bo'ldi. Şangang hukumati bu qatimqi namoyishning xarakterini to'polon deb bekitdi. Şangang ma'muriyat boshlig'i Liang Jingying Şangang jamoat fikri har qaysi siyosiy partiyalar zo'ravonlikning orqa tarafidagi maqsadlarni aqlamaslik lozim. Zo'ravonlikni qonunlashtirmaslik lozim. Bu zo'ravonlarni texmi ushirib maqtamaslik lozim deb ko'rsatdi bu hukumatning bayonoti. Şangang ma'muriyat boshlig'i Liang Jingying zo'ravonlikni o'rlatish sharhlari bo'yicha fikr chekidan oshgan siyosiy talablarni o'ttirib qo'yishga taqobil turish uchun saqchilar tayyor turishi lozim deb ko'rsatdi. Şangang'da fan demokratizmchilar mustaqil tekshirish komiteti qurib, bu qatimqi zo'ravonlik bilan to'qinishning sabablarini tekshirishni talab qildi.